Tak, assalomu alaykum hoji aka. Yaxshimisiz? Bir Xonobodga kelsangiz, aylanib bu suv ombor tomonlarga o'tsangiz, mana yerda katta masjid quribdi. Juda katta ekan. Aylanib chiqdik ichlarini. U orqa tomonida suv ombor ekan. Bu taraflar o'sha Qirg'iziston chegarasi. Bir aylanib kelib manzaralarni tomosha qilib ketaverish kerak. O suv ombor. Suv ombori to'g'oni.